Obunachilarim yozgan izohlardan birini o'qib beraman, diqqat bilan tinglang. Uyda eri xotin bir piyola choy quyib bermaysanmi desa, men sizning xizmatkoringizmanmi? Nechanchi asrdamiz, bo'ldi, qullik tugagan deb uyda qiyomat qoyim qiladigan o'sha kuchli va erkin ayol. Ammo ishxonada xo'jayini falonchi qahvamni olib kel deganda, albatta xo'jayin hozir xo'jayin shakarli bo'lsinmi deb eng shirin tabassumi bilan yuguradi. Masala charchoq emas, masala begona erkakka ko'rsatgan muloyimligi va zakovatini o'z eridan ayashidadir. Buni yaxshi biling. Boshqa erkakka bo'ysunib senga isyon qiladigan, begonaga hurmat ko'rsatib, seni kamsitadigan ayoldan senga na xotin, na yo'ldosh chiqadi. Feminizmning asosi ham shu, ozodlik va hurlik emas, o'zboshimchalik va qadriyatlarni oyoq osti qilib, kayfu safo qilib yashash.